Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, suyumlik ota-onalar, qadrlik farzandlar. Men Uyg'ur ona tili To'rin maktabining yaqinda chet eldagi 25 nafar umoq qadrlik farzandlarimizniki qatnashish bilan bir Uyg'ur tilida nutq so'zlash musobaqasi o'tkazganligini anladim. Ba'zi programmalarni ko'rib baqdim. Shunchalik isil bo'pti. Bo'libmi bu farzandlar asosan chet elda tug'ilib o'sgan bo'lsa-mu, Uyg'ur ana tilini shuncha pishiq o'rganib, shundoq isil mazmunlarda nutq so'zlaganligi meni intayin so'ndirdi, ta'sirlantirdi. Men sizlarniki mushaq tirishchiliklarga ko'p rahmat aytaman. Uyg'ur ana til Tor maktabida ishlayotgan barliq ishlarni qilayotgan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Endi bu faoliyatniki ahamiyati intayin zo'r bir qancha nuqtadan qarаған vaqtimizda. U hozirgi zamondagi Uyg'urlarniki milliy ruhini to'liq aks ettirgan. U nima deganda, hozir endi bizniki vatanimiz, xalqimiz Xitoyniki qo'lida nihoyatda og'ir azob oqibatli kunlarga qoldi. Biz o'zimizniki Uyg'urlikqa tava nurg'un narsalarimizni olib qoldik. Biz qachonlikqa erkinlik erishib, vatanniki xalqimiz qachonlikqa erkinlik erishib, qachonlikqa yo'lga chiqib, biz qachonlikqa qaytib berib, ya'ni bizniki o'zimizniki burunqidek Uyg'urlik hayotini asli keltira olamiz. Ashtaq bir kun yuz berganda bizning vatan, xalq bizga qandaroq bir tariqida qaytib keladi, buni bilmaymiz. Hozir ahvollar internet ichinishlik mushtaq bir vaqtda endi Uyg'urlarning milliy kimligini, madaniyatini, tilini saqlab qolish chet eldagi qarindoshlarniki zimmasiga tushdi. Ashta bu uchun Uyg'urlarning bolalariniki vazifasi boshqa normal xalqlarniki bolalarining vazifasiga qaraganda birasi og'ir. U nima deganda, chet eldagi nurg'un ellardagi millatlar asosan bir tilni o'rganib, bir kasbni o'qib, nihoyatda erkin o'likishda yashaydi. Biz bo'lsak unday emas. Men bu o'zim kichigimda shu olmadan bitirib o'quvchilik 4 tilni puxta o'rgangan. Bizniki hammamizning oldida kam deganda o'zimiz yashayotgan davlatning tili bilan o'zimizning ona tilini o'rganib, shu orqali ona tilini chet elda saqlab qolishdan iborat mustaqil tarixiy burchni ado qilmasak bo'lmaydi. Shunga bu qatim musobaqa qatnashgan farzandlar mushu bir tarixiy burchlarni nihoyatda obdan ado qilayotgan bolalarga kirdi. Shunlashqa sizlardan shuncha suyunaman, ta'sirlanaman. Bu xil ruhni bundan keyin davomli almashtirayli. Shundoqla chet eldagi barliq Uyg'ur qarindoshlar o'zimizniki farzandlarini xuddi mushu farzandlarga o'xshash, bu qatim Uyg'ur tilida nutq so'zlash musobaqasida qatnashgan farzandlarga o'xshash tarbiyalab, shu orqali Uyg'urlarning tili, madaniyati va milliy kimligini chet elda saqlab qolish uchun bir kishilik to'p qo'shsak. Oxirida hammanglarga yana bir qatim chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ma'qul, xayr xo'sh, Alloh amonat, salomat bo'linglar.